Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpischilar. Xudo xolasa navbatdagi darvozamizni o'rnatib berganman. Aziz do'stlar, darvozamizni ko'rsatishdan oldin narxini aytib o'taman. Xudo xolasa yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar yurtdoshlar. Darvozamiz 1 kvadrat metrdan 700 ming so'mdan dastavka usturovka qilib berganmiz. 12 viloyat bo'ylab. Xudo xolasa Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga shu darvozamizni dastavka usturovka qilib berdi yurtdoshlar. Xudo xolasa eniga turi 1 sm bo'lgan. Balandligi aziz do'stlar, uchi 45 sm darvozamiz bo'lgan. Xudo xolasa nerjinkalarni yopishtirib berganmiz. Listiga to'xtalamiz. Listi 1 uch qalinlikda bo'lgan, tagi shviller. Ikki yoq hamda teva qismiga 8 brus qilib berganmiz. Stenkasi 1.7 stenada bo'lgan. Xudo xolasa darvozamiz 2 qanotli varianti, ichkariga ochiladi. Ruchkalarga ham ahamiyat berasizlar. Juda o'zgacha chiroyli bo'lib yarashib turibdi. Zamoylari ham xudo xolasa xizmat qiladigan zamoylardan. Ochilib yopilishlari ham xudo xolasa zo'r. Yaxshi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran pastida raqamni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Darvozamiz 1 kvadrat metr 700 ming so'mdan 12 viloyatga dastavka usturovka mavjud.